Hey, bobojonisi qanday baxtli inson a? Nevaralaridan mana marhamat gullarni qabul qilib olyaptilar. Hammamizni ham shunaqa kunlarga yetkazsa ilohim. Buvajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizga havas qilib, men ham san'at yo'lini tanladim. Siz menga bergan o'gitlaringiz mislsiz xazinadir go'yo. Ana endi men sizning ijodingizga mansub Vatan haqidagi bir qo'shiqni kuylab bermoqchiman.